Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi boshliq? Ha, keling. Shoshmang, o'tirmang. Ha? O'tirmang. Ha. Xo'p. Tinchlikmi o'zi? Chaqirtirgan ekansiz? Buni qarang. Nimaga chaqirtirman? Hali bilmaysizmi? Endi men Davron Ahmedovich, bilasiz, uyim ancha uzoqda. Tirbandlikda ozroq ushlanib qolaman-da. Unda sizga bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Qaysi biridan boshlay? Yaxshisini ayting-chi. Endi siz butun umr tirbandlikda qolmaysiz. Yo'q-e? Shunday. Yomoni-chi? Yomoni siz ishdan bo'shatildingiz. Nima qilibsiz? Boring, bo'ysiz. Davron Ahmedovich. Men 5 yil umrimni mana shu kompaniyaga bag'ishladim. Biz siz bilan faxrlanamiz. Mehnatlaringizni hech qachon unutmaymiz. Har kuni ishga kech qoladigan xodim sifatida siz bizni qalbimizda yashaysiz. Bo'ldi, ketavering. Yaxshi ish qilmayapsiz lekin. Hali yana ko'rishamiz. Yerdumaroq. Davron aka, yana qachongacha quloqlarimga lag'mo ilmoqchisiz? Voy. Menga qara, yana boshladingmi, Jasmina? Axir meni vaziyatim juda yaxshi bilasan-ku. Charchadim Davron aka, charchadim. Bekinib uchrashib yurishdan charchadim. Menga qara, yana ozgina sabr qilgin, iltimos. Ko'rasan, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Har doim shunaqa deysiz. Men ahmoqman, u sizga ishonib yurgan. Sochimdan ko'p oshiqlarim bilasizmi? Shuncha oshiqlarim ichidan sizni tanladim. Siz bo'lsa men uchun bitta xotiningizdan kecha olmaysiz. Jonim, asalim, qizishma. Men senga aytayman, sabr qilgin. Xo'p, iltimos. O'zlari-ku. Ana endi men senga ko'rsatib qo'yaman. Ey! Assalomu alaykum. Nimaga jimsiz? Ana endi bu videoni xotiniga tashlaymiz. Yaramas.